Kecha turmush o'rtog'im o'z qo'llari bilan zig'ir yog'li samarqandcha osh tayyorlab berdilar. Samarqandcha osh qanaqa qilinishini to'liq videosini olmoqchi edim, lekin ololmay qoldim. Orada zakazlarim chiqib qoldi. Zakazlarga ham borib keldim. Bu safar samarqandcha osh qilganimizda to'liq videosini olib qo'yishga va'da beraman. Sabzini archayotganimda pichoq o'tkirligidan qo'limda ham kesib oldim, lekin nimagadir qonamadi. Men faqat oshni sabzisini archib tayyorlab berdim. Qolgan hammasini erimda o'zlari qildilar. Orada zakazlar tushib qoldi. Yasminaxon bilan zakazlarni topshirish uchun chiqdik ko'chaga. Ko'plar pechenye bilan sesi kremda uyimizga kelib ham olib ketishyapti. Xohlovchilar kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Orada qizim uxlab ham qoldi. Uyga kelsak, dadamiz o'sha oshni guruchlarni ham solyapti ekanlar. Erim universitetda Peterda o'qiganlarida oshpaz bo'lib ishlaganlar. O'shaning uchun ovqatlarni shundaqangi zo'r darajada qilishni biladi. Hatto mendan ham zo'r pishiradilar. Oshimizni ham dimlab qo'ydik. Oshimiz pishguncha men salatlarni solib, dasturxonlarni tuzab turdim. Yoz kunlari osh bilan qo'shib yeyish uchun pomidor bodring salati zo'r ketadi. Aqshda esa mana shunaqa salyonilar bilan juda ham mazali ketadi. Bilsanglar, hamma viloyatda osh qilinish turi har xil bo'ladi. Qaysi viloyatda oshi juda ham mazali kommentariyga yozib ketinglar. Mana bizning samarqandcha oshimiz ham tayyor bo'ldi. Samarqandcha oshga marhamat.